Do'stlar, agar bu videoning ikkinchi qismining chiqishini xohlasangiz, bizga obuna bo'ling. Menga 30 ta obunachi va 20 ta like yig'ib bersangiz, men bu videoning ikkinchi qismini albatta chiqaraman. Unday bo'lsa, gapni cho'zib o'tirmasdan videoni boshladik. Tasavvur qiling, saliflosroq xonada qahramonimiz chipslarni paqqos tushirib, televizor ko'rib yotibdi. Yangiliklarda esa Tokio Manji to'dasi o'rtasidagi to'qnashuv haqida gapirilyapti. Eng yomoni bu janjalda 6 nafar begunoh odam halok bo'lgan. Ularning orasida Naoto va Hina ham bor edi. Bu ismlarni eshitib yigitning ichida nimadir jiz etdi, juda tanish tuyuldi. Lekin xayol surishga umuman vaqt yo'q va uy egasi ham baqirib qoladi. Keyin esa u DVD sotadigan do'konga ishga boradi. U yerda ham yosh bolalar uning ustidan kulib ketishadi. Qani endi uning haqiqiy erkaklik g'ururi? Xullas, poyezd bekatda turganda kutilmaganda uni orqasidan kimdir itarib yuboradi. Poyezd kelayotgan paytda, lekin birdan manzara o'zgaradi. U o'zining o'rta maktab davridagi qiyofasiga qaytib qoladi. Yonida esa o'sha eski internet mafiyalariga o'xshash bezori do'stlari edi. Do'stlarini qarang, yoshligida g'alati ishlar qilib yuradigan Makoto, o'zini aqlli qilib ko'rsatib ko'zoynak taqib yuradigan Yamagichi, to'da sardori Akkun va zaifroq Takuya. Shu paytda Kimichi o'zining naq 12 yil orqaga o'tmishiga tushib qolganini tushunib yetadi. Ular birga ovqatlangan borishadi, hayot haqida nimalar qilib yurishgani haqida gaplashishadi. Takemichi esa hayratda. Keyin esa bu bolalar yurt janjallashamiz deb qolishadi. Bechora Takemichi esa qo'rquvdan yuragi yorlaydi deydi. Bosh maydonda o'tirishganida haqiqiy bezorilar paydo bo'ladi. Yamagichi o'rnidan turib bizga maktab zo'ravoni ruxsat bergan deb maqtanadi. Lekin u aytgan zo'ravon aslida bu bezorlarning oddiy yugirdagi ekan. Oqibatda bizning qahramonlarimiz kechgacha rossa kaltak yeyishadi. Ana xolos. Shu payt Takemichi eslab qoladi. Bu voqealardan keyin ular doim kaltak yeb yurishgan. Shuning uchun ham u katta bo'lganida odamlardan qochadigan, hech kim bilan gaplashgisi kelmaydigan odamoviga aylanib qolgandi-da. O'sha kuni kechqurun hammalari uyga qaytayotganda Takemichining yoniga nimadir tushib qoladi va yugurgancha Hinaning uyiga boradi. Hina eshikni ochib chiqishi bilan Takemichi ko'z yoshlarini tiya olmay yig'lab yuboradi. Axir kelajakda bu qiz vafot etganmi-ku? Hina uni yupatadi, lekin bechora bola uyga qaytishda ham yig'lashdan to'xtamaydi. Keyin arg'imchoqda o'tirganida 3 ta bezori bola bir yosh bolani xafa qilayotganini ko'rib qoladi. Jahli chiqib yugurib boradi-da, sariq sochli bezorini boplab uradi. Keyin shishani sindirib, "Yo'qolinglar, bo'lmasa hammangizni bitta-bitta adabingizni beraman" deb baqiradi. Bezorilar qochib ketgach, haligi bola Takemichiga rahmat aytadi. Qarasangiz, bu bola Hinaning ukasi Naoto ekan. Shu paytda Takemichi Naotoga butun haqiqatni, kelajakda ikkalasi ham qanday vafot etishini aytib beradi va opasini himoya qilishni tayinlaydi. Lekin Naoto bilan qo'l berib so'rashi bilan gup etib yana hozirgi zamonga qaytib qoladi. Ko'zini ochsa qarshisida katta bo'lgan Naoto turibdi. Naoto unga qarab, "Sen meni qutqarding, lekin Hina baribir vafot etdi" deb aytadi. Endi Naoto Takemichidan yana o'tmishga qaytib, hamma narsani o'zgartirishini so'raydi. Shundan so'ng ikkalasi ham Naotoning ofisiga borishadi va Takemichining vaqt bo'ylab sayohat qilish qobiliyati haqida gaplashishadi. Ma'lum bo'lishicha, u aynan 12 yil oldingi kunlariga qayta olar ekan. Qoyilmisiz? Keyin Naoto uni Tokio Manji to'dasi haqida ma'lumotlarni o'qib chiqishga majbur qiladi. Opasi va shu to'da bilan bog'liq voqealarni tushuntiradi. Eng asosiysi, bu to'daning eng xavfli ikkita yetakchisini ko'rsatadi. Bular Sano Manjiro, ya'ni Maiki va Kisaki Tetta. Vaqt bo'ylab sayohat qilishning yagona sharti esa Naoto va Takemichi qo'l berib ko'rishishi ekan. Shunday qilib Takemichi Hinaning taqdirini o'zgartirish va Tokio Manji to'dasi bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun yana o'tmishga qaytishga qaror qiladi. Lekin o'tmishga tushishi bilan qarasangiz, Takemichi kim bilandir janjallashayotgan bo'ladi va bitta kuchli zarbadan kechgacha hushidan ketib yotadi. Ko'zini ochib qarasa, tepasida kimdir turibdi. Qiziq, bu kim ekani? U maktabdagi zo'ravonlarning boshlig'i Kiyomasa edi. Bu janjallar esa shunchaki pul tikib o'ynaladigan qimor o'yinlari ekan. Bechora Takemichi umuman urushni bilmagani uchun rossa kaltak yeydi va uning ustidan kulishadi. Kechga yaqin hamma tarqalmoqchi bo'lganida Takemichi kutilmaganda Kiyomasadan Sano va Kisaki haqida so'rab qoladi. Buni eshitgan Kiyomasaning ko'zlari qonga to'lib, qo'liga bitta katta tayoqni oladi-da, Takemichini shunday savaylaydiki, hatto o'zining sheriklari ham uni arang to'xtatib qolishadi. Va Kiyomasa Takemichiga qarab, "Agar yana shu ismni tilga olsang o'zingdan ko'r" deb o'dag'alaydi. Takemichi qo'rquvdan duduqlanib qolganini ko'rsangiz edi. U zo'rg'a sudralib Hinaning uyiga boradi va uni uchratadi. Qizaloq uning pachoq bo'lgan yuzini ko'rib, boshqa janjallashmaslikni so'raydi va o'zini himoya qila olishi uchun yanada kuchliroq bo'lishga va'da beradi. Qanday romantika, yigitlar. Ikkalasi mazza qilib suhbatlashishadi. Hina jilmayib xayrlashayotganini ko'rgan Takemichi nima bo'lmasin shu qizni albatta qutqarishga o'ziga o'zi so'z beradi.
Ertasi kuni bizning qahramonlarimiz hojatxonaga yig'ilib majlis qilishyapti. Bugungi janjalda Takuya urishish kerak ekan, lekin bechorani shamol ursa ham yiqiladigan darajada nimjonligini hammamiz bilamiz-ku. Shunga qaramay Takuya o'zini mard tutib Takemichi uchun qasos olishini aytadi. Janjal boshlanay deb turibdi. Takuyaning aniq mag'lub bo'lishi tayin edi. Shu payt kutilmaganda "To'xta" degan ovoz yangraydi. Bu bizning Takemichi. U to'g'ri borib Kiyomasani yakkama-yakka jangga chaqiradi. Qoyil, yurak bormi bu bo'ladi? Jang boshlanadi. Kiyomasa Takemichining qorniga shunday tushiradiki, bechora yigitimizning ko'zidan o't chiqib ketadi. Atrofdagilar baqir-chaqir qilib tomosha qilyapti. Tinimsiz zarbalardan keyin Takemichi deyarli qulab tushay deydi. Lekin u kutilmaganda oldinga itarilib, Kiyomasaning belidan mahkam quchoqlab oladi. Keyin esa u yuzidagi qonlarni artib jilmaygancha hali tugamadi deydi. Agar unga laqab qo'yish kerak bo'lganida, men ikkilanmasdan o'lmas temirqop deb atagan bo'lardim. Takemichi bor ovoz bilan Sano bilan ko'rish uchun Kiyomasani yengishini aytib baqiradi. Buni eshitgan Kiyomasa g'azabdan yonib, "Seni hozir shu yerda yo'q qilaman" deydi-da yugurdaklariga tayoq olib kelishini buyuradi. Ammo shu payt vaziyat 180 gradusga o'zgaradi. Uzun sochli, chakkasida ajdarho rasmi tushirilgan bir yigit kirib keladi. Uni ko'rgan Kiyomasaning tizzalari qaltirab qoladi. Bu yigit Tokyo Manji to'dasining vitse-sardori Draken edi. Uning ortidan kelayotgan past bo'yli yigit esa, ha topdingiz, bu Tokyo Manji to'dasining afsonaviy sardori Sano Manjiro, ya'ni Maykining xuddi o'zi edi. Mayki qayerga qadam bossa, hamma 90 gradusga egilib ta'zim qilardi. Kiyomasa ham egilib salom berganida, Draken "Boshingni sal baland ko'tarding" deb uning qorniga shunday tepib qoladiki, nafas ola olmay qoladi. Keyin Mayki Takemichining to'g'ri oldiga keladi-da, kutilmaganda "Bugundan boshlab sen meni do'stimsan" deb aytadi. Qoyilmisiz? So'ngra u orqasiga qaytib, Kiyomasaning yuziga bitta tepada-da yerga yotqizib rosa do'pposlaydi va xotirjam chiqib ketadi. O'sha kuni kechqurun do'stlari Takemichini rosa maqtab, Takuya uchun kaltak yegani va Tokyo Manji sardori bilan do'stlashgani uchun qahramonga chiqarishadi. Lekin bechora Takemichining ich-ichidan "Endi bu yirtqichlarga qul bo'lamanmi?" degan qo'rquv bor edi. Ertasi kuni maktabga mudrab kelayotganda Hinani ko'rib qoladi-yu, uyqusi taqqa ochiladi. Darsda o'tirganida esa Naotoning aytgan gaplari va kechagi voqealar xayolidan hech ketmasdi. Shu payt kutilmaganda Mayki uning sinfiga kirib keladi va "Yur, aylanib kelamiz" deydi. "Voy baraka topkur, dars bo'lyapti-ku axir, to'g'rimi?" Takemichi eshikdan chiqsa, maktabning hamma zo'ravonlari Draken tomonidan do'pposlanib yerda yotibdi. Ular xuddi qizil gilamdek yo'l ochib berishgandi. Mayki uni olib ketmoqchi bo'lganida, kutilmaganda Hina yugurib keladi-da, hech narsadan tap tortmay Maykining yuziga tarsaki tushiradi. Ha, aynan Hina. U Takemichining boshqa janjallashishini xohlamagani uchun uni tortib olib ketmoqchi bo'ladi. Lekin to'da sardorini urgani uchun Draken Hinaning qo'lidan mahkam ushlab oladi. Shu payt Takemichi bor jasoratini to'plab, Drakenning yelkasidan ushlaydi va "Qo'yib yubor uni, yaramas" deb baqiradi. Maykining yuzi birdan jiddiylashib, "Nima, o'lging kelyaptimi?" deb so'raydi. Lekin Takemichi Hinani himoya qilish uchun oxirgacha turib beradi. Shunda Mayki uning oldiga yaqinlashadi va nima bo'lishini keyingi qismda ko'ramiz. Kaltak yeyman deb o'ylagandaysizmi? Yo'q. Mayki jilmayib uning jasoratiga qoyil qolganini aytadi va "Men qizlarga qo'l ko'tarmayman" deydi. Draken ham uning mardligini maqtab qo'yadi. Vaziyatni tushungan Hina xursand bo'lib, Takemichiga ular bilan aylanishga ruxsat beradi. Tasavvur qiling, 3 ta yigit ikkita velosipedda daryo bo'yida mazza qilib ketishmoqda. Mayki o'zining akasi haqida gapirib beradi. Uning akasi ham xuddi Takemichiga o'xshab, o'zidan kuchlilarga qarshi turishni yaxshi ko'rgan ekan. Shuning uchun ham u bilan do'stlashmoqchi bo'libdi. Draken ham nohaqlikka qarshi tura olgani uchun Takemichini maqtab qo'yadi. Shu payt Takemichi o'ylab qoladi. Mayki yomon bolaga o'xshamaydi-ku. Nega kelajakda shafqatsiz qotilga aylanib ketadi ekan? Lekin u bir narsani bilmasdi. Ular hozir yonidan o'tib ketgan ko'zoynakli yigit, ya'ni Kisaki Tetta kelajakdagi hamma yomonliklarni asosiy sababchisi edi. Poyezdda ketishayotganda bir guruh bezori yigitlar baland ovozda kulib, odamlarga xalaqit bera boshlaydi. Hina qarab turarmidi? Darrov borib shunday baqirardiki, haligi yigitlar qo'rqqanidan mushikdek bo'lib bu jonga joy bo'shatib berishadi. Qoyil qiz bola emas, olov-ku bu. Avtobusda ketayotganida esa Hina Takemichiga keyingi imtihondan o'tishi uchun dars qildirishini aytadi va buni eshitgan qahramonimiz xursand bo'lib ketadi. Hinaning onasi ham uni juda iliq kutib oladi. Dars qilish o'rniga ikkalasi mazza qilib suhbatlashishadi. Hina hatto Takemichi haqida ko'proq bilishni xohlashini aytadi. Keyin ular tomda
maydondagi mushakbozlikni tomosha qilish uchun chiqishadi. Takemichi Hinani qo'lidan tutaman deb adashib ukasi Naotoning qo'lidan ushlab oladi va gup etib yana hozirgi zamonga qaytadi. Ana xolos, romantika tugadi do'stlar. Takemichi alamidan dod deb yig'lab Naotoni ayblay boshlaydi. Nega aynan shu paytda qo'limdan ushlaysan, Naoto? Naoto esa endi aniq ishonch bilan aytadiki, ularni qo'l berib ko'rishishi vaqt bo'ylab sayohat qilishning yagona kaliti ekan. Keyin ular ma'lumotlarni o'qib chiqishadi va qiziq bir nuqtaga duch kelishadi. Akkun aslida Toman to'dasining a'zosi bo'lgan va o'tmishdagi yomasini pichoqlab qamalib ketgan ekan. Lekin Takemichi o'tmishni o'zgartirgani uchun Akkun qotil bo'lmay qolgan edi. Shunda ular ko'proq ma'lumot olish uchun Takemichining uyiga borishadi. Voy bu uy emas, shahar axlatxonasining o'zginasi-ya. Qanday qilib bu yerda yashash mumkin, hayronman. Tichkilanib yurib Takemichi eski yozuv daftarini topib oladi. Uning ichida do'stlarining raqamlari bor edi va u darhol Akkunga qo'ng'iroq qiladi. U o'rta maktab davridagi raqam ishlamasa kerak deb o'ylagan edi. Lekin kutilmaganda go'shakni kimdir ko'taradi. Ular darhol Akkun ishlaydigan joyga, qimmatbaho kulbaga borishadi. Ichkariga kirishganda menejer Takemichining usti-boshiga qarab uni mensimaydi. Lekin bu yigit xo'jayinining eng aziz mehmoni ekanligini bilgach, xuddi pishiriqdek tez aylanib, xushmuomala bo'lib qoladi. Ular xonaga kirishsa, qarshisida ozg'in va butun tanasi tatuirovkaga to'lab bir yigit o'tiribdi. Bu o'sha biz bilgan Akkun edi. Akkun Takemichini alohida gaplashib olish uchun tashqariga chaqiradi. Ikkalasi xuddi yoshligidagidek samimiy suhbatlashadi. Lekin birdan Akkunning yuzi jiddiylashadi. U Toman to'dasi haqida gapira boshlaydi va kutilmaganda dahshatli sirni ochadi. Poyezd bekatida Takemichini relsga itarib yuborgan odam aynan Akkun ekan. Akkun uni o'ldi deb o'ylagan ekan, lekin uni kimdir qutqarib qolganidan hayratda edi. U hatto Takemichidan "Sen vaqt bo'ylab orqaga qayta olasanmi? Bo'lmasa kelajakni qayerdan bilarding?" deb so'raydi. Takemichi do'stini bunchalar o'zgarib ketganini ko'rib, ko'z yoshlarini tiya olmaydi. Akkun esa bu iflos pullar bilan boshqa yashashni xohlamasligini aytadi. U yig'lagancha Takemichiga qarab, "Iltimos, hammamizni qutqar", deydi-yu kutilmaganda baland binodan o'zini pastga tashlaydi. Eng yaqin do'stining ko'z o'ngida halok bo'lganini ko'rgan Takemichi aqldan ozay deb dod soladi. Naoto uni qanchalik ko'patmasin, u faqatgina yig'lardi. Alam ustida ishxonasiga borsa, 2 haftadan beri ishga kelmagani uchun uni ishdan haydab yuborishibdi. Ana xolos. Endi bechora qahramonimiz uyda o'tirib, Naoto bilan birga tergovni davom ettirishdan boshqa chorasi yo'q edi. Naoto tushuntiradiki, katta janjal bo'ladi va o'sha kuni Draken pichoqlanib halok bo'ladi. Aynan shu voqea tufayli Maki o'zining eng yaqin do'stidan va uni to'g'ri yo'lga boshlab turadigan insonidan ayriladi va yovuzlashib ketadi. Endi Takemichining yangi missiyasi Drakenning hayotini qutqarib qolish. U Naoto bilan qo'l tashashib o'tmishga qaytadi va kutilmaganda Hina uning yonida turgan bo'ladi. Hina unga qarab, "Sen negadir g'alati bo'lib qolding. Gohida mehribonsan, gohida esa umuman boshqa odamga o'xshaysan", deydi. Albatta, axir o'tmishdagi Takemichi bilan kelajakdan kelgan Takemichi o'rtasida osmon bilan yercha farq bor-ku. Shu payt Draken qo'ng'iroq qilib, uni yaqindagi ibodatxona oldiga chaqiradi. Hina ham u bilan bormoqchi bo'ladi. Ular aytilgan joyga borishsa, atrofda dahshatli motor ovozlari yangraydi. Ikkalasi ham adashib qoldik shekilli deb turganida bir necha bezorlar kelib Takemichiga tashlanmoqchi bo'lishadi. Yaxshiyamki ikkinchi bo'linma sardori Mitsuya uni tanib qolib, bezorlarni to'xtatadi. Chunki u Makining maxsus mehmoni edi-da. Ko'p o'tmay Maki va Draken ham yetib keladi. Draken qiz bolani ko'rib, Emma ismli qizni Hinaga hamkorlik qilishga chaqiradi. Lekin Emma va Takemichining ko'zlari bir-biriga tushib qoladi. Buni ko'rgan Hinaning ko'ziga qon to'ladi. Va Takemichining yuziga shunday tarsaki tushiradiki, qahramonimiz uchib ketay deydi. Keyin esa Hina arazlab ketib qoladi. Bitta tarsaki deysizmi? Yo'q, 10 ta tarsaki yedi bechora. Xullas, asosiy mavzuga qaytamiz. Ular yig'ilishadi. Maki Mobius to'dasi bilan bo'layotgan muammolar haqida gapiradi. Shu payt kutilmaganda Paxchin va Paxyan kelib Takemichini tepib yiqitishadi. Ular kiyomasi uchun qasos olmoqchi edi. Draken ularni darhol to'xtatib, Takemichiga tegmaslikni buyuradi. Keyin Mitsuya vaziyatni tushuntiradi. Mobius to'dasi Paxchinning do'stini ayovsiz do'pposlagan, uning qiz o'rtog'iga juda yomon munosabatda bo'lib, butun oilasiga jiddiy zarar yetkazgan ekan. Shuning uchun ham u shunday g'azabda edi. Paxchin qizishib ketgani uchun hammadan uzr so'raydi, lekin Mobius to'dasini yer bilan yakson qilish niyati qat'iy ekanligini aytadi. Adolatni sevadigan Maki ham bunga rozi bo'lib jangga kun belgilaydi. O'sha kuni Takemichi Drakenni qanday himoya qilish haqida uzoq o'ylanadi. Ertasi kuni u Drakenning oldiga borib, unga yordamchi bo'lishini so'raydi. Lekin Draken kulib, "Menga Makining o'zi ham yetarli. Uni eplashning o'zi bo'lmaydi", deb rad etadi. Tasavvur qiling, restoranda o'tirishganda Maki xuddi yosh bolalardek maxsus bolalar taomini talab qiladi. Ovqatlanib bo'lgach, o'sha yerning o'zida uxlab qoladi. Draken bechora uni orqasida ko'tarib ketishga majbur bo'ladi.
bo'ladi. Ana endi tushundingizmi, Draken Mayki uchun nega bunchalik muhim? U Maykining aqli va vijdoni edi. Keyin ular kasalxonaga Paxchinning do'stlarini ko'rishga boradi. Qizning ota-onasi ularni ko'rib rosa qarg'ab baqiradi, lekin Draken Maykining boshidan bosib, ota-onalaridan kechirim so'rashga majbur qiladi. Bu haqiqiy erkakcha ish. Aslida Drakenning bolaligi juda og'ir o'tgan. U ota-onasiz juda yomon va xavfli ko'chalarda g'alati odamlar orasida katta bo'lgan. Lekin shunga qaramay u yomon yo'lga kirmadi va o'zini insoniyligini yo'qotmadi. Maktabda ham hamma bezorilar uni hurmat qilib aytganini qilardi. Tasavvur qiling, u hali 5-sinfidayoq boshida ajdarho rasmini chizdirib olgan. Boshida og'riqdan rosa yig'lagan bo'lsa ham, keyin hammaga maqtanib yurgan. U o'zini kuchini ko'rsatish uchun doim janjallashib yurardi. Bir kuni katta bezorilar unga 7-maktabda o'qiydigan o'z tengi bola turib, yuqori bolasini do'pposlagan bir yigit haqida gapirib berishadi. Buni eshitgan Draken qiziqib qolib, o'sha maxluqni ko'rgani boradi. Lekin u yerga borganida kutilmaganda juda oddiy kichkina bir bolakayni uchratadi. Ha, topdingiz, bu o'sha bizning afsonaviy Mayki edi. Lekin qarang, o'sha Mayki katta bezorlarni boshlig'ini bir zarba bilan yer tishlatadi. Qolganlari esa qo'rqqanidan quyon bo'lishadi. Shundan keyin u Draken bilan qalin do'st bo'lib qoladi. Endi hozirgi zamonga qaytamiz. Takemichi va Naoto Mobius to'dasining sobiq sardori Usanaini qidirib topishadi. Qarasangiz, u hozir oddiy quruvchi bo'lib ishlab yuribdi. Qoyilmisiz? Ikkalasi ham uni qahvaxonaga chaqirib, o'sha ikkita to'da o'rtasidagi janjal haqida so'rashadi. Usanai esa qo'rquvdan qaltirab, bu shunchaki Toman to'dasi ichida nizo chiqarish uchun tuzoq ekanligini aytadi. Aynan shu nizo Drakenning o'limiga sabab bo'lgan ekan. Usanai agar Draken o'lmaganda hamma narsa boshqacha bo'lardi deydi-yu, boshqa hech narsa aytmay juftakni rostlaydi. Keyin yana ikkalasi rejani tuzib, Takemichi yana o'tmishga sho'ng'iydi. Ko'zini ochsa, Akkun uni velosipedda olib ketyapti. Ko'z o'ngida o'zini o'ldirgan do'sti tirik ekanligini ko'rgan Takemichi xursandligidan terisiga sig'maydi. U Akkundan kelajakdagi orzulari nima ekanligini so'raydi. Akkun, men zo'r sartarosh bo'lmoqchiman deganda qahramonimiz seni birinchi mijozing men o'zim bo'laman deb va'da beradi. Keyin esa shoshilinch ishim bor deb yugurib ketadi. U to'g'ri Mayki, Draken, Paxchin va Paxin Mobius bilan jang qilishni rejalashtirayotgan omborxonaga boradi. Takemichi hammaga bu jang bo'lmasligini yolvorib so'raydi, lekin do'sti uchun qasos o'tida yonayotgan Paxchin uni eshitishni ham xohlamaydi. U Takemichini sochlarini g'ijimlab ushlab uzoqqa uloqtirib yuboradi va rossa do'pposlaydi. Bechora Takemichi yana kaltak yedi-ya. Mayki Mobius bilan oxirgacha jang qilishga qaror qiladi, lekin xuddi kinolardagidek Usanai o'zining Mobius to'dasi bilan ularni qurshab oladi. Paxchin jahl bilan unga tashlanadi, lekin bir zarba bilan orqaga uchib tushadi. Butun Mobius to'dasi ularni pachoq qilish uchun kelgan edi. Mayki xotirjam oldinga chiqib Usanaini masxara qiladi. Buni eshitgan Usanai yanada qutirib ketadi. U Takemichiga qarab, uni ham do'pposlay boshlaydi. Shu payt Paxchin o'rnidan turib, "Seni raqibing menman" deb baqiradi. Paxin Takemichini chetga tortib, ularga xalaqit bermaslikni aytadi. Jang boshlanadi, lekin afsuski Usanai Paxchinni ayovsiz urib qonga belab tashlaydi. Buni ko'rgan Takemichi qo'rquvdan titrab, Maykiga "Uni qutqar, o'ldirib qo'yadi-ku" deb yalinadi. Lekin Mayki sovuqqonlik bilan "U hali taslim bo'lgani yo'q. Biz aralashmaymiz" deb javob beradi. Qanday asablar-a? Usanai Paxchinni shunday uradiki, bechora hushini yo'qotib yiqilay deganda, Mayki uni ushlab qoladi. Mayki do'stini sekin chetga o'tkazib qo'yadi-da, Usanaiga yaqinlashib, uning chakkasiga shunday dahshatli zarba beradiki, Usanai gup etib yerga yiqiladi. Bitta zarba bilan Mobius to'dasining yigitlari buni ko'rib tillarini yutib yuborishadi. Lekin Usanai taslim bo'lmaydi. O'rnidan turib qo'liga singan shishani oladi-da, Maykiga tashlanadi. Shu payt Draken chaqmoqdek oldiga chiqib, uni qo'llarini ushlab qoladi va qorniga shunday tizzalaydiki, Usanai butunlay nokaut bo'ladi. Draken baland ovozda "Toman birinchi raqamli" deb hayqiradi. Atrofdagilar "Bular rostdan ham maktab o'quvchilarimi o'zi?" deb shok holatda edilar. Shu payt politsiya sirenalari eshitilib qoladi. Hamma qochishga tushadi, lekin kutilmaganda Paxchin pichoq chiqarib Usanaiga sanchib oladi. Dahshat. Usanaini qonga belanib yotgani hamma sarosimaga tushib qoladi. Politsiya yaqinlashib kelyapti. Mayki qanchalik baqirib chaqirmasin, Paxchin qochishdan bosh tortadi va qilmishi uchun javob berishini aytadi. Shunday qilib Mobius to'dasi tarqab ketadi va Paxchin hibsga olinadi. Bizning Takemichi esa Mayki bilan qochayotganda olgan jarohatlari tufayli hushdan ketib qoladi. Takemichi ko'zini ochsa yonida Emma o'tiribdi. Emma yig'lab Draken va Mayki o'rtasida katta janjal chiqqanini aytadi va Toman to'dasi ikkiga bo'linib ketganini aytadi.
Uyga qaytgach bechora Takemichi bosh qotirma o'ynab Draken va Maykini qanday yarashtirish haqida bosh qotirib o'tirardi. Uning ajoyib do'stlari uni ko'rgani kelib qolishadi. Endi nima bo'ladi? Draken ham Takemichini ko'rgani keladi. U o'zi bilan tarvuz ham ko'tarib olgan. Takemichi Mayki haqida gap ochishi bilan Drakenning jahli chiqib bechora bolani bir necha kunlab yiqqan 2000 talik fazlini bir urib pachoqlab tashlaydi. Attang shuncha mehnat havoga uchadi-ya. Draken ketmoqchi bo'lib turganida eshikdan kutilmaganda Mayki kirib keladi. U ham Takemichini ko'rgani kelgan ekan. Ikkalasi Takemichi kimning do'sti deb aytishib qolishadi. Jahli chiqqan Mayki Takemichining butun yil davomida pul yig'ib olgan sevimli velosipedini ko'tarib Drakenga qarab uloqtirib yuboradi. Draken ham qarab turmaydi. Takemichining beysbol tayog'ini olib shartta ikkiga bo'lib tashlaydi. Buni ko'rgan Takemichi chiday olmay xuddi Super Saiyandek portlab ketadi. Xonadagi do'stlari esa ichida "Alvido Takemichi, jannatda ko'rishamiz" deb duo qilib turishadi. Takemichi g'azab bilan Maykiga tashlanadi, lekin Mayki xotirjam chap beradi va qahramonimiz to'g'ri borib axlat uyumiga yiqiladi. Keyin u Drakenga qarab sakraydi. Yaxshiyamki do'stlar uni ushlab qolishadi. Bo'lmasa Takemichidan asar ham qolmasdi. Bechora bola yerga o'tirib olib, hamma esdalik buyumlari sindirilgani uchun xo'ngrab yig'lay boshlaydi. Shunday qayg'uli vaziyatda Mayki kutilmaganda "Hoy, boshingda itning tezagini ko'tarib yuribsan-ku" deb qoladi. Voy sharmanda. Takemichining yuzi qizarib hijolatdan nima qilishni bilmay qoladi. Buni ko'rgan Draken va Mayki qotib kulishadi va yugurib ketishadi. Do'stlari ham hidiga chidab bo'lmaydi deb tumtaraqay qochib qolishadi. Lekin eng asosiysi shundan keyin Takemichi, Mayki va Draken yana birga o'tirib suhbatlashadi va ikkita sardor nihoyat yarashib olishadi. Missiya bajarildi. Takemichi xursand, Drakenni qutqarish missiyasi muvaffaqiyatli yakunlandi deb o'ylaydi. Hamma xursand, hazil, kulgi, mutoyiba. O'sha kuni kechqurun katta bayram bo'layotgan edi. Emma va Draken birga aylangani ketishadi. Hina va Takemichi esa bayram o'yinlarini o'ynab mazza qilib yurishardi va ikkalasi ham bitta daraxt tagiga yashirinadi. Va shu payt Takemichining telefoni jiringlab qoladi. Obbo, vaqtini topganini qarang. Qo'ng'iroq qilayotgan esa Yamagichi edi. U vahima bilan Maykining guruhidagi ba'zi yigitlar Drakenni o'ldirmoqchi. Ular sardorlar yarashib olishganini bilishmaydi deb xabar beradi. Buni eshitgan Takemichi shokda qoladi. U Hinani shu yerda qoldirib, Drakenni qutqarish uchun yomg'irda yugurib ketishga majbur bo'ladi. Takemichi tog' yon bag'riga yugurib tushsa, ne ko'z bilan ko'rsinki Kiyomasa va uning yugurdaklari pichoqlarni tayyorlab Drakenni o'ldirishga shaylanib turishardi. Afsuski bezorlardan biri Takemichini payqab qoladi va uni sudrab Kiyomasaning oldiga olib boradi. Kiyomasa uni ayovsiz do'pposlab, keyin arqon bilan mahkam bog'lab tashlaydi-da Drakenni qidirgani ketadi. Bechora Takemichi yomg'irda bog'langancha qolib ketadi. Yaxshiyamki Hina uni qidirib kelib qoladi va darhol arqonlarni yechib tashlaydi. Ruhiyat ko'tarilgan Takemichi o'rnidan dars turib Drakenni qidirishga otlanadi va yo'lda Mitsuyani uchratib qoladi. Takemichi va Mitsuya vaziyatni muhokama qilib Drakenni qidirishga tushadi. Bu paytda esa Draken va Emma xotirjam uyga qaytishayotganda kutilmaganda ularni yo'lini to'sib chiqishadi. Draken darhol Emmaga "Orqaga o't, xavfsiz joyga tur" deydi-da, o'zi to'g'ri Paxyenning yoniga boradi. Lekin shu paytda orqasidan bittasi kelib, xoinlarcha uning boshiga tushiradi. Ayni shu paytda Takemichi va Mitsuya Drakenni qidirib yurishganda, kutilmaganda Takemichining xotiralarida nimadir yarq etadi va u aynan Draken qayerda tuzoqqa tushganini anglab yetadi. Ular yugurib borishsa, voy bu manzarani qarang. Drakenning boshidan yomg'irdek qon oqayotgan bo'lsa ham, u haqiqiy yirtqichdek dushmanlarni bitta-bitta yer tishlatardi. Ma'lum bo'lishicha, Paxyen o'zining do'stlariga xiyonat qilib, Drakenni o'ldirish uchun Mobius to'dasi bilan til biriktirgan ekan. Dushmanlar son-sanoqsiz. Ular endi uchalasini ham patchoq qilmoqchi bo'lib turganida, kutilmaganda uzoqdan juda tanish va dahshatli motor ovozi eshitiladi. Ha, topdingiz, bu afsonaviy Maykining mototsiklini ovozi edi. Mayki yetib keladi va yuzi shunday jiddiy ediki, odamning iti jimirlab ketardi, xuddi mendek. U Paxyendan "Nega Mobius to'dasiga o'tib bizga xiyonat qilding?" deb so'raydi. Paxyen esa Paxchinning qamalib ketganiga chiday olmagani uchun alamidan shunday qilganini aytadi. Lekin qonun qo'yda hammaga barobar-ku. Shu payt kutilmaganda olomondan o'ziga bino qo'ygan baland bo'yli bir yigit chiqib keladi. Bu hamma Shuji, Mobius to'dasining vaqtinchalik sardori. Eng dahshatlisi nima bilasizmi? U Maykining o'sha mashhur chaqmoqdek tez tepkisini bitta qo'li bilan to'sib qoladi. Hamma shokda. Hamma bu yerda Mobiusning naq 100 ta odami borligini va bugun hammalari yer bilan yakson bo'lishini aytib maqtanadi. Lekin bizning yigitlar qarab turarmidi. Shu paytda tuman to'dasining qolgan a'zolari ham yetib keladi. Katta jang rasman e'lon qilinadi va ikki tomon ham xuddi och bo'rilardek bir-biriga tashlanadi. Atrof qonli jang maydoniga aylangan. Hamma bir-birini ayovsiz do'pposlayapti. Bizning bechora Takemichi esa bu tartibsizlik ichida faqat
bitta narsani, Drakenni topib uni himoya qilishni o'ylardi. Boshqa tomonda esa yurakni ezadigan sahna. Paxyen Maykining yuziga tinimsiz bor kuchi bilan musht tushirardi. U Mayki Paxchini qutqarib qolmadi deb alamini olayotgandi. Lekin Mayki umuman qarshilik ko'rsatmaydi. U shunchaki Paxyenning boshini bag'riga bosib, undan kechirim so'raydi. Mana buni haqiqiy do'stlik desa bo'ladi. Eski arazlar shu yerning o'zida unutiladi, lekin xursand bo'lishga hali erta edi. Takemichi kutilmaganda olomon orasidan Kiyomasani chiqib kelayotganini ko'radi. Uning qarayotgan tomoniga ko'z tashlasa, yo'q, bo'lishi mumkin emas. Draken pichoqlanib va qonga belanib yerda yotardi. Buni ko'rgan Mayki nima bo'ldi deb baqiradi. Lekin dushmanlar xuddi chumolidek yopirilib kelayotgani uchun Drakenning oldiga yetib bora olmaydi. Ustiga ustak haligi devdek hamma ham Maykiga tashlanib, uning yo'lini butunlay to'sib qo'yadi. Boshqa chora yo'q. Mayki bor umidini Takemichiga bog'lab, Drakenni qutqarishini unga topshiradi. Tuman yigitlari do'stlari uchun jonini berib jang qilayotganini ko'rgan Takemichining ichida olov yonib ketadi. U o'zini kuchini to'plab, og'ir yaralangan Drakenni yelkasiga ortlab, kasalxona tomon yuguradi. Hina va Emma yig'lagancha ularning ortidan ergashadi. Ular Drakenni qon yo'qotayotganini ko'rib, nima qilishni bilmay qolishadi. Lekin kulfat qo'shaloq keladi deganlari rost ekan. Ularning yo'llaridan o'sha yaramas Kiyomasa va uning to'dasi chiqib qoladi. Ular Drakenni shu yerni o'zida gumdon qilmoqchi edi. Qon yo'qotishdan holsizlangan Draken zo'rg'a qaddini rostlab, Takemichiga "Qizlarni olib qoch, bularni o'zim eplayman" deydi. Lekin bizning Takemichi avvalgi qo'rqoq bola emas. U butun umr qochib, bosh egib yashashdan charchagan edi. U bor ovozi bilan baqirib Kiyomasani yakkama-yakka jangga chaqiradi. Uning yuzidagi qat'iyatli va biroz telbalarcha tabassumini ko'rsangiz, rostdan ham shokka tushib qolasiz. Bu haqiqiy qahramonning tabassumi edi. Orqada turgan Draken, Hina va Emma Takemichiga bor ovozlari bilan dalda berishardi. Qahramonimiz sherdek bo'kirib Kiyomasaga tashlanadi. Lekin bu nomard Kiyomasa kutilmaganda pichoq chiqarib Takemichining qo'liga sanchib oladi. Takemichi og'riqdan dodlab yuboradi, lekin taslim bo'lmaydi. U qo'lidagi pichoqni shartta sug'urib olib, yana jangga otlanadi. Kiyomasa uni qayta yerga ursa ham bizning o'lmas temir qopimiz yana o'rnidan turaveradi. Oxiri u qattiq sakrab Kiyomasaning belidan mahkam quchoqlab oladi va orqasiga otib, shu paytgacha yig'ilib qolgan butun alam nafrati bilan uning bo'ynini bo'g'a boshlaydi. Lekin xursand bo'lishga hali erta. Axir orqada Kiyomasaning yana 5 ta qurollangan yurdagi turardi-ku. Ikkita qonga belangan yarador yigit 5 ta pichoqli bezoriga qanday jang qiladi? Dushmanlar pichoq o'qtalib bostirib kelishayotganda kutilmagan burilish. Butalar orasidan kutilmaganda Akkun va qolgan do'stlari sakrab chiqib, bezorlarning basharasiga shunday tushiradiki, ana endi jang tenglashadi. Akkun shunday uradiki, pichoq narigi devorga uchib ketadi. Shu payt Takemichining qolgan do'stlari yetib kelishadi. Lekin qahramon bo'lish o'rniga ular rosta kaltak yeyishadi. Ana xolos, yaxshiyamki politsiya sirenalari chalinib, hammalarini o'limdan qutqarib qolishadi. Tez yordam mashinasi kelib Drakenni olib ketadi. Narigi tomonda esa Toman to'dasi Mobiusni butunlay tormor qilgandi. Hanma va Mayki o'rtasidagi dahshatli jang ketayotganda kutilmaganda bitta yigit mototsiklda kelib Hanmani olib qochadi. Tez yordam mashinasida Takemichi Drakenning qon yo'qotayotganini ko'rib yuragi yorilay deydi. Kasalxonada hamma operatsiya xonasi oldida shifokordan yaxshi xabar kutib o'tirardi. Shu payt Mayki keladi. U Drakenning eng yaqin do'sti bo'lsa ham boshqalardan xavotir olmasligi uchun yuzida zo'raki tabassum bilan hammaga dalda beradi. Haqiqiy sardora. Uzoq va azobli kutishlardan so'ng nihoyat shifokor chiqib, operatsiya muvaffaqiyatli o'tganini aytadi. Hamma xursandligidan osmonga sakraydi. Takemichi kasalxona hovlisiga chiqib, Drakenni qutqarib qolgani uchun yengil tortib, tiz cho'kib yig'lab yuboradi. Shu payt u kasalxonaning chetidagi burchakda Maykining ham yashirincha ko'z yosh to'kayotganini ko'rib qoladi. Bu voqealardan keyin bizning Takemichi ancha mashhur bo'lib, hurmatga sazovor bo'ladi. U Drakenni oldiga borganda, Draken unga Mayki yuborgan maxsus Toman to'dasining formasini beradi va unga chuqur ta'zim qilib, chin dildan minnatdorchilik bildiradi. Keyin Takemichi tomga chiqsa, u yerda Mayki turgan ekan. Mayki kutilmaganda jiddiy ohangda, "Takemichi, sen o'zi kimsan? Nega bo'lajak voqealarni oldindan bilib, ularni oldini olding?" deb so'rab qoladi. Qahramonimiz shokda. Vaziyat shunday taranglashib ketadiki, Takemichi nima deyishni bilmay qoladi. Lekin Mayki birdan kulib yuborib, "Hazillashyapman, jinni" deydi va Drakenni qutqargani uchun unga rahmat aytadi. Ular uyga qaytishadi. Takemichi Hinaning oldiga kirib o'tadi va
unga bayramdan oldin chiroyli marjonni sovg'a qiladi. Keyin esa Naoto bilan qo'l tashlashib hozirgi zamonga qaytadi. Endi kelajakda hech qanday fojia bo'lmaydi degan umidda u ko'zini ochsa, yana o'sha DVD sotadigan do'konda turibdi. Hammasi tushga o'xshaydi-ya, lekin qo'lidagi pichoq chandiqlari bu tush emas, haqiqat ekanligini isbotlab turardi. U darhol Akkuning sartarosh xonasiga yugurib boradi. Do'stini tirikligini va rostdan ham sartarosh bo'lib ishlayotganini ko'rib, xursandligidan yig'lab yuboray deydi. Shu payt Naoto qo'ng'iroq qilib eng zo'r xabarni aytadi. Opam tirik. Voy bu missiya 100% bajarildi. Takemichi va Naoto darhol Hinaning uyiga yo'l olishadi. Naoto Takemichining bu qahramonligidan shunchalik xursand ediki, og'zi qulog'ida. Liftda chiqayotganda Takemichi o'zicha romantik xayollarga beriladi. Hozir Hina yugurib kelib bo'ynimga osiladi deb o'ylaydi. Lekin eshik oldiga kelganida birdaniga yuragi orqaga tortib, u bilan yuzlashishga qo'rqib qoladi va orqasiga qaytmoqchi bo'ladi. Pastga tushayotganda esa kutilmaganda Hinaga yuzma-yuz kelib qoladi. Tasodifni qarang-a, ikkalasining ham ko'zlariga yosh quyilib ketadi. Uchovlon xonaga kirishadi, lekin o'rtada shunday noqulay jimjitlik ediki, hatto pashsha uchsa ham eshitilardi. Buni tushungan Naoto sekin juftakni rostlamoqchi bo'ladi. Takemichi "Iltimos, meni yolg'iz qoldirib ketma" deb yalinishiga qaramay Naoto chiqib ketadi. Noqulaylikni yo'qotish uchun ikkalasi ham biroz mashinada aylanib kelishga qaror qiladi. Yo'lda ketayotganda Naotoning kutilmaganda ishi chiqib qoladi. "Sizlar aylanaveringlar, men kompaniyaga borishim kerak" deb ularni yolg'iz qoldiradi. Hina Takemichini mashinada chiroyli bir istirohat bog'iga olib boradi. Ular sayr qilib yurishganda Hina jilmayib, "Bilasizmi, bundan naq 12 yil oldin ham shu yerda bir insonni kutgan edim" deydi. Takemichi shundan keyin u kutgan insoni o'zi ekanligini, Hina uni shuncha yil davomida sevib kelganini tushunib yetadi. Hayajonini bosish uchun u hojatxonaga kirib yuzini sovuq suvda yuvadi. Lekin eshikdan chiqayotganda kutilmaganda g'alati bir odamga urilib ketadi. U odam tirjayib, "Ya sen mashinada emasmiding?" Takemichi uning yuziga qarab shok holatiga tushadi. Bu o'sha yaramas hamma edi. Yuragi yomonlikni sezgan Takemichi bor kuchi bilan Hina qolgan mashina tomon yuguradi. Lekin aynan shu paytda qayerdandir katta bir mashina bostirib kelib, Hina o'tirgan mashinani patchoqlab yuboradi. Yo'q, nahotki yana hammasi barbod bo'lgan bo'lsa? Dahshatni qarang, o'sha mashinani haydab kelgan odam Akkun edi. Ha, u Kisakining malayiga aylanib qolgan va uning changalidan qutula olmagan ekan. Shu payt mashinaning benzini oqib chiqib, portlash xavfi tug'iladi. Takemichi jon holatida Hinani oldiga yugurib borsa, qizning oyoqlari qisilib qolgan. Umuman qimirlay olmas edi. Takemichi uni quchoqlab, hamon uni qattiq sevishini aytib yig'laydi. Lekin Hina uni qutqarish uchun o'zidan itarib yuboradi va mashina portlab ketadi. Yo'q, nahotki yana? Takemichi dod solib yig'lardi. Keyin esa o'rnidan dast turib, nima bo'lmasin uni qutqarishga va tuman to'dasining eng tepasiga chiqishga qat'iy qasamyod qiladi. Ertasi kuni Hinaning dafn marosimida Takemichining ahvolini ko'rgan Naoto ham chiday olmay tiz cho'kib yig'lab yuboradi. Juda og'ir sahna do'stlar. Tashqariga chiqishsa Hinaning onasi Takemichiga qizining eng qadrli buyumini beradi. Buni qarangki, bu o'sha Takemichining naq 12 yil oldin sovg'a qilgan marjoni edi. Buni ko'rgan qahramonimiz ko'z yoshlarini umuman to'xtata olmaydi. Hamma yomonliklarning ildizi baribir tuman to'dasiga borib taqalishini tushungan Takemichi Naotoga bu muammolarni tomiri bilan sug'urib tashlashni aytadi. Buning uchun ular hozirgi zamondagi Draken bilan uchrashib, o'tmishdagi sirlarni bilib olishga qaror qilishadi. Bir necha kunlik qidiruvlardan so'ng ular shok xabarni topishadi. Draken hozir qamoqda, u o'lim jazosiga hukm qilingan mahbus ekan. Qanaqasiga, axir u yaxshi bo'laydi-ku. Qamoqxonada uchrashganda, voy bu Drakenning sochlari taqir olingan, oldingi kelishgan qomatidan asar ham qolmagan, xuddi qandaydir amakilarga o'xshab qolibdi. Ular o'tirishib suhbatlashishadi. Draken tumandagi o'sha quvnoq damlarni, to o'sha yaramas paydo bo'lgunga qadar barcha vaqtlarni eslaydi. U agar o'tmishga qayta olganimda, o'sha Kisakini o'z qo'llarim bilan yo'q qilardim, deb qasamyod qiladi. Uchrashuv vaqti tugayotganida Draken dahshatli sirni ochadi. Kisaki aslida Maykiga qattiq havas qilgan, lekin bu havas keyinchalik nafratga aylanib, Maykining eng qadrli narsalarini tortib olishga harakat qilgan ekan. Draken o'zini qanday qilib Kisakining qo'g'irchog'iga aylanib, jinoyatchi bo'lib qolganini alam bilan eslaydi. Vaziyatni to'liq tushungan Takemichi Hinani qutqarish uchun yana bir bor o'tmishga sho'ng'ishga qaror qiladi. Qani ketdik. Ko'zini ochsa qayerda deysizmi? Jamoat hammomida yigitlar bilan mazza qilib suv ichishib, hazillashib o'ynashyapti. Hozirgi quvnoq Drakenni qamoqxonadagi holati bilan solishtirib Takemichining yuragi eziladi. Lekin hozir qayg'ulanishning vaqti emas. Cho'milib bo'lishgach, Mayki Takemichini tuman to'dasining yig'ilishiga chaqiradi. Bugun 3-bo'limga yangi sardor tayinlanishi kerak edi. Takemichi o'zicha, balki meni sardor qilishar-a?
Kutilmaganda qorachadan kelgan g'alati bir yigit o'rtaga chiqib keladi. Takemichi uning basharasini ko'rib tok urib yuborgandek bo'ladi. Axir bu o'sha xuddi o'zi, bu Kisaki Tetta edi. Takemichining yuzi g'azabdan qorayib ketadi. Shuncha vaqtdan beri qidirib yurgan asosiy dushmani hozir uning ko'z o'ngida. To'man to'dasining 3-bo'linma sardori bo'libdi-ya. Aslida hech kim uning to'daga qo'shilishini xohlamasdi. Lekin Valgala to'dasiga qarshi jang qilish uchun Maykiga Kisakining kuchi kerak edi. Kisaki orqasiga o'girilib masxara qilib tirjagan payt Takemichi chiday olmaydi va yugurib borib uning yuziga shunday musht tushiradiki, buni ko'rgan hamma sardorlar o'rnidan sapchib turib, "Marosimni rasvo qilding-ku, ahmoq!" deb baqira boshlashadi. Shu payt kutilmaganda uzun sochli bir yigit uchib kelib, Takemichini do'pposlab ketadi. Bu Baji edi. Mitsuya uni arang to'xtatib qoladi. "Men To'man to'dasidan ketyapman. Endi Valgala a'zosiman", deb ochiqchasiga e'lon qiladi. Ana xolos, voqealar rivojini qarang. Kisaki ham qarab turmaydi. Kelib Takemichining yuziga shunday tushiradiki, qahramonimiz gup etib hushidan ketadi. Ko'zini ochsa yonida faqat Mayki o'tiribdi. Ikkalasi ham dildan suhbatlashishadi. Mayki unga Baji bolaligida eng yaqin do'sti ekanligini, yoshligida doim urushib yurishganini, lekin aslida juda qalin do'st ekanligini aytib beradi. Keyin esa Takemichidan Bajini To'man to'dasiga qaytarib kelishini iltimos qiladi. Takemichi o'rnidan dast turib, "Kisaki juda xavfli odam, uni To'man to'dasidan haydab yubor", deb talab qo'yadi. Mayki buni bilsa ham Kisakining kuchi to'daga kerakligini tushuntiradi. "Agar Kisakidan ko'ra foydaliroq ekanligingni isbotlasang, uni haydayman, lekin eplay olmasang seni o'zim yo'q qilaman", deydi. Qanday shart-a? Shu payt Mayki butalar orasida poylab turgan Mitsuyani ko'rib qoladi va uni chaqirib Takemichini Mitsuyaning 2-bo'linmasiga qo'shib qo'yadi. Uyga qaytgach Takemichi yuzini yuvib, kutilmaganda bitta tumor topib oladi. Uning ichida To'man to'dasi asoschilarining eng eski rasmlari bor edi. Rasmda bo'ynida g'alati tatuirovkasi bor yana bir noma'lum yigit bor edi. Bu Kazutora edi. Aynan Baji qidirib yurgan inson. Ertasi kuni maktabga ozg'in bir yigit kirib keladi. Takemichi esa kechagi voqealarni o'ylab xavotirdan tirnoqlarini tishlab o'tirardi. Do'stlari undan nima bo'lganini so'rashadi. Takemichi agar Bajini qaytarmasa, Mayki uni yo'q qilishini aytgach, maktab bezorlar ensiklopediyasi bo'lmish Magichi o'zini aqlli tahlillarini boshlab yuboradi. Ma'lum bo'lishicha, Kisaki to'daga o'zi bilan naq 50 ta odam olib kelgan ekan. Shuning hisobiga To'man a'zolari 100 tadan 150 taga ko'paygan ekan. Shuning uchun ham Mayki uni olib qolganda, ularning asosiy dushmani bo'lmish Valgala to'dasida naq 300 ta odam bor edi. Ularning sardori o'sha biz bilgan Hanma bo'lib, to'daning laqabi boshsiz farishta edi. Shu payt sinfga haligi ozg'in yigit kirib keladi. Yamagichi uning bo'ynidagi tatuirovkani ko'rib, qo'rqqanidan Takemichini orqaga tortadi. Bo'lmasa hammalar kaltak yeyishi aniq edi. Chunki bu yigit Valgala to'dasining 3-raqamli a'zosi Kazutora edi. Kazutora Takemichini ko'rishi bilan xuddi eski qadrdondek quchoqlashib oladi va "Yur men bilan", deb tashqariga sudrab ketadi. Kazutora o'zini ikkita yugurdagini ayovsiz do'pposlab, oyoqlarini sindirganini ko'rgan Takemichining yuragi orqaga tortib ketadi. Lekin Hinani qutqarish haqidagi va'dasini eslab, nima bo'lmasin Bajini qaytarishga qat'iy qaror qiladi. Ular Takemichini tashlandiq bir o'yin avtomatlari markaziga olib kelishadi. Bu joy boshsiz farishta Valgala to'dasining maxfiy bazasi edi. Ichkari esa tutunga to'lib ketgan. Markazda esa dahshatli manzara. Baji o'zining eng ishongan odami, To'man 1-bo'linmasi vitse-sardori Chifuyani ayovsiz do'pposlayotgan edi. Baji buni Hanmaning ishonchiga kirib, Valgalaga qo'shilish uchun qilayotgan edi. Hanma Kazutoraga "Guvohlarni olib kel", deb buyuradi. Ma'lum bo'lishicha, Takemichi bu yerga Baji To'man tomonidan yuborilgan josus emasligiga tasdiqlash uchun olib kelishgan ekan. Takemichi titrab qaqshab, "Ha, Baji To'mandan ketib Valgalaga qo'shilmoqchi ekanligini aytdi", degachgina ular bunga ishonishadi. Kazutora esa Baji bilan birga Maykining ko'zini maddasini yorishini, ya'ni uni yo'q qilishni xohlayotganini aytadi. Shundagina Takemichi Kazutoraning bo'ynidagi tatuirovkaga qarab, u ham To'man asoschilarining biri ekanligini tushunib yetadi. Keyin voqealar o'tmishga, o'sha bahor fasliga qaytadi. Ular hammalari birga to'da tuzishgan. Mitsuya hammaga maxsus formalar tikib bergan va o'sha mashhur esdalik rasmini tushishgan edi. O'sha kuni ular dengiz bo'yiga dam olgani borishadi. Maykining moped motorollari shunday sekin yurardiki, do'stlari uning ustidan rosa kulishadi. Shu payt u yerga katta yoshli bezorlar kelib, "Yosh bolalar ham dengizga keladimi?" deb ularni kamsitib, Maykining mopedini pachoqlamoqchi bo'lishadi. Lekin Maykining yuzi birdan jiddiylashib,
mopedimga barmog'ingni tekkizsang hammangni shu yerda yo'q qilaman deb o'dag'alaydi. Qoyil haqiqiy sardor haligi bezori buni shunchaki quruq po'pisa deb o'ylab, yana ko'zimga ko'rinsang mopedingni pachoqlayman deb ketib qoladi. Ular yo'lda davom etishadi, lekin kutilmaganda Maykining mopedida benzin tugab qoladi. Mayki esa erinib, kelinglar tosh qaychi qog'oz o'ynaymiz. Yutqazgan esa benzin quyib keladi va albatta bechora Badji yutqazib qo'yib mopedni sudrashga majbur bo'ladi. Qolganlar esa allaqachon dengiz bo'yiga yetib borib, mazza qilib cho'milishni boshlashib yuborishgandi. Badji mopedni sudrab ketayotganda boyagi bezorlar uni ko'rib qolib, xilvat joyga tortib ketishadi va rosa do'pposlashadi. Ular Maykining mopedini pachoqlamoqchi bo'lishganda, Badji o'zining mopedining ustiga o'tib, uni tanasi bilan himoya qiladi. Axir bu Mayki uchun eng qadrli narsa edi-da. Qanday mardlik-a do'stlar. Shu payt kutilmaganda Mayki kelib qoladi. U cho'milish kiyimini mopedda unutibman, deydi-da o'zining qadrli mopedini shartta tepib uchirib yuboradi. Keyin esa bitta zarba bilan haligi bezorlarni birini nokaut qiladi. 2 kishiga qarshi 5 kishi, lekin natija oldindan ma'lum edi. Maykining jamoasi g'alaba qozonadi. O'sha kuni kechqurun Kazutora va Badji Maykining tug'ilgan kuniga nima sovg'a qilishni muhokama qilishadi. Ular Maykiga eng zo'r haqiqiy mototsiklni sovg'a qilmoqchi bo'lishadi, lekin ikkalasi endigina 13 yoshda bo'lsa, shuncha pulni qayerdan oladi? Shunda ularning kallasiga dahshatli g'oya keladi. Mototsikl do'konidan o'g'irlik qilish. Reja tuzgach o'sha kunning o'zidayoq ikkalasi qora kiyimlarni kiyib do'konning oynasini sindirib ichkariga yashirincha kirib olishadi. Reja tuzilgach o'sha kunning o'zidayoq ikkalasi qora kiyimlarni kiyib do'konning oynasini sindirib ichkariga kirib olishadi. Voy ahmoqlar, nima qilib qo'yishdi? Do'kondagi eng zo'r mototsikl aynan Mayki orzu qilgan model edi. Do'kondagi eng zo'r mototsikl aynan Mayki orzu qilgan model edi. Ikkalasi ham darhol qulfni kesishga tushadi. Badji mototsiklni tashqariga sudrab chiqayotganda, kutilmaganda do'kon egasi buni payqab, orqa xonadan chiqib keladi. Badji uni endigina tanib ulgurganda, Kazutora orqadan kelib qo'lidagi og'ir temir ombur bilan do'kon egasini boshiga bor kuchi bilan tushiradi. Badji mototsiklni tashlab yugurib borib qarasa, qonga belanib yotgan bu odam Maykining o'z akasi Shinichiro edi. Eng dahshatlisi, ular o'g'irlamoqchi bo'lgan mototsikl aslida Shinichiro ukasi Maykiga tug'ilgan kuniga sovg'a qilish uchun tayyorlab qo'ygan ekan. Badji shok holatida darhol tez yordam chaqiradi. Kazutora esa aqldan ozay deb, "Men uni o'ldirganim yo'q. Bunga Mayki aybdor. Hammasiga Mayki sababchi", deb o'zini oqlay boshlaydi. Dahshatli fojia. Politsiya yetib kelib ikkalasini ham olib ketayotganda voqea joyiga Mayki ham yetib keladi. Badji esa uning ko'zlariga qaray olmay faqat ho'ngrab yig'lardi xolos. Shu paytda kimichi o'tmishda Mayki unga "Mendan 10 yosh katta akam bor edi, lekin u vafot etgan" deb aytgan gaplar. Do'stlar, agar bu video qisqa bo'lib qolgan bo'lsa, men sizlardan uzr so'rayman. Agar sizlarga bu videoning ikkinchi qismi kerak bo'lsa, boya aytib o'tganimdek, menga 30 ta obunachi va 20 ta like yig'ib bersangiz, men bu videoning ikkinchi qismini albatta sizlar uchun chiqarib beraman. Unday bo'lsa, boshqa videolarimizda ko'rishguncha xayr deb qolaman.